Qo'chqorlarga 2 vaqtda berilayotgan yem mahsuloti mana shu ekan. Qaynatilgan makka bilan bug'doyni qaynatib berar ekan o'sha 2 vaqtda. Keyin bidani necha vaqtda berasiz? Bida shu kunduz kuniga abitgacha bir beramiz, abitdan keyin 2 beramiz. Kechqurun jemgacha bida jeydi. Qaynatilgan makka mana ko'rib turibsizlar. Bir kunda 2 vaqt beradi ekan. Mana bidasini ham Qanday kesilgan ko'rasizmi? Ko'rdingmi? Gulli qora. Ko'rdingmi? Ko'p qimmat bida ekanligini. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz qishlog'imizda bitta nima deydi, dehqonchilik, chorvadorchilik bilan shug'ullanayotgan tog'aning uyidamiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, bu yerda bog'langan 12 boshli qo'chqor qo'ylarimiz bor, sotiladi. Srochno agar kimgadir kerak bo'lsa, hali uncha semirib ham ketgani yo'q, xudo xolasa. Hozir ayni vaqt ekan tayyor bo'libdi qo'chqorlar, sotiladi. Narxlarini mana shu telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. O'zlaringiz telefon qilib yo kelib ko'rib narxlashavizlar. Hozir oldindan bir narsa deyish qiyin. Telefon nomerlarini qo'yamiz, promoy telefon qilasizlar. 12 ta qo'chqor tayyor bo'libdi o'zi. Adresi Beshkent rayoni Vagon qishloqda, o'zimning qishlog'imda. Hozir qo'chqorlarni tomosha qilamiz, ketdik. Qo'chqorlar mana do'stlar. Hozir qo'rg'ay kiramiz. Yo bismillah. Hoppa, ana qo'chqor. Bundan katta bo'lib kelsa o'zi nima deydi? Ko'plar nima qilmay qoladi. Hozir mana qo'chqorlar tayyor bo'lgan o'sha dumbalari o'rtacha hisobda 5 kilodan plus minus baland. Mana qo'chqorlar tayyor. Hozir xashak berib yotgan ekan. Yetgan xashakni ham zahar qilib bularga. Mana qo'chqorlar tayyor o'zi. Urra xashakni jeb yotdi. Videomiz sal qorong'i bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Hozir tashqariga chiqaramizmi bir? Yo'qmi? Hayda. Hayt. Bittasi ko'ndalang. Hayt. Ele. Hoş. Mana qo'ldan kelgancha qo'chqorlarni tomosha qilamiz. Bittasi chiqmadi. Mana qo'chqorlar do'stlar. Qo'chqorlar tap tayyor. Kimga kerak bo'lsa ekranda raqamlarga telefon qilasizlar. Bemalol qo'chqorlar mana tayyor. Adresini aytib o'tganimizda Beshkent rayoni Vagon qishloqda telefon qilasizlar. Kelib ko'rib narx-navo qilasizlar do'stlar. Hammasi qo'chqor deydi. Bironta irg'achi yo'q ekan, hammasi qo'chqor ekan. 1 yoshdan baland dedingiz, ha? Shap qo'chqordan chori chiqmadi, chori. Ha. Qo'chqorlarga gal yo'q, lekin somon qorib beryapsizmi? Nima beryapsiz? 2 vaqtda erta bilan somonni juvib, qo'yaman, kechasi juvilgan soatda erta bilan jim beraman. Bug'doy bilan arpani biriktirib jon chiqaman, karma. Kechqurun karma bilan somon, erta bilan shunday kunduz kuniga qaynatilgan makka bor-ku. 2 vaqtda makkani qaynatilgan. Bir kunda 4 vaqtda ovqat. 4 vaqtda jim jeydi. Qolgani kunduz kuniga buni ko'kmak beydaydi. Qo'y boqishning nimasi ko'p-da, savobi ko'p, barakasi bor. Payg'ambarimizdan mana shu sunnat bo'lib kelgan, payg'ambarimizdan mana shu qo'y boqib nima bo'lgan, mana shu xullas qo'yda baraka juda ko'p. Qo'y boqayotgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Do'stlar, kimga mana shu mol biznesi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana shunday qo'chqorlar kerak bo'lsa, qassob akalar yo biznesmen akalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Mana shu qo'chqorlar tayyor o'zi sotiladi. Agar mana shu optim narxda olsalarimiz yana kelishtirib beradi. Misol joyida hammasini birdaniga olaman degan do'stlarimiz uchun yana kelishtirib beradi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qo'chqorlarga jim qaynatib berish uslubi, ya'ni mana qo'ylarga hozir makka bilan bug'doyni qaynatib, bir changal tuz ham solib beryapti. Hozir bu tayyor bo'ldi. Hopla. Bu har yana shit.